Ha, endi Tashiyev haqida ham hali biroz aniq o'tib ketaylik. Boksyorda Tashiyev o'zi Rossiyada o'qigan, Tomskdami o'qigan, lekin boksyor, boks. Endi haqiqatda u Tashiyev jangovarda. O'zi ham aytadi, o'zi ham ismi ham Qamchibek bekara Qamchidakda rostdan ham ismiga mos deydi. Endi u qirg'izlar qoni qaynoq xalqi, jangari xalqi. Qirg'izlar jangari xalq haqiqatdan. Ular sal nima bo'lsa soladi. Shu masalada qirg'izlar qoyil qoladi. U haqiqiy jangari xalq, u avangard. Ular gvardiyada har doim shu janglarda o'sha qadim zamonlardan bular eng o'sha lider nimalardan bo'lgan, kachestvolari bor. Ammo Xudo bergan haqiqatan Qirg'izistonga tabiatni. Men o'zim ham yozda borib sarichilikda aylanib juda go'zal joylarda. Tabiat degan gap yo'q. Haqiqiy Shvetsariya, Qirg'izda soliy muxlislarga havasimiz qiladimiz. Ya u Shvetsariyadan zo'r o'ya. Zo'r, Shvetsariyaniki bo'lsa bir 5 kilometrga ham chiqmaydi. Hali Sichqon degan aniq perevalidan men Tarazga qarab yurdim-da, shunaqa go'zal tabiatlar. Iyuldan bordim, qor havoda. Biz ham olib borishingiz kerak endi. Xudo xolasa. Shuning uchun sizlarga havas qilamiz, tabiatingizni nomer ajing, gap yo'q. Ammo Xudo bergan haqiqatan Qirg'izistonga tabiatni. Xudo bergan, mana o'zingiz ham ko'rib keldingiz, haqiqatan Shvetsariya hech narsa emas, faqat infratuzilmasini agar zo'r qilib olsin, Shvetsariyanikidek qilsin, u Shvetsariya hech narsa bo'lmay qoladi-da. Bu yo'llari zo'r. Yaponiya granti bilan juda ko'p joylarni hozir modernizatsiya qilyapti. Tekis, yildan yilga O'zbekistonda turizm juda kuchayyapti o'sha. Sarichilik. Xudo xolasa boramiz yozda. Xudo xolasa boramiz. Yana bitta jihat bor bilasizmi? Bironta qarindoshi hukumat rahbarligi tayinlamagan. Yo'q. O'zi aytadi. Shunday. Olmayman, kerak emas, ertaga noto'g'ri ixtilof kelib chiqadi. Haqiqatdan mana hozir ham mana qirg'izlar ham o'zlari biladi. Bu kishini ko'p ukalari, nimalari, akalari oddiy haligi bank rahbari o'shani yozishgan, mana qo'ydi deb. Lekin bu kishi aytdiki, nimaga men davlatimga, yurtimga manfaat olib keladigan ishni qilsa, qarshilik bildirishim kerak. Chunki investitsiya olib kiryapti chetdan, o'zi pul tikyapti. U amaldor emaski, bank qanaqasini qo'ydi. O'zi Akayev keyinchalik ham o'zini xatolari haqida gapirganda, Bekzod nima deydi Akayev? Meni bitta katta xatoyim Qirg'izistonda mana shu muxolif matbuotga ko'p imkon berib yubordim. Akayev paytida o'sha Bishkekda va boshqa shaharlarda xohlagancha o'sha oppozitsiya, muxolifat xohlagancha gazeta chiqargan, xohlagancha nimasi radiosi ham bo'lgan, televideniyasi ham bemalol so'kib yotgan Akayev. Akayev indamagan. Endi o'zi tan olyapti, shu xatom bo'lgan ekan. Ana shu jamiyatni o'sha boyaga muxolif matbuot tarbiyalab oxiri ag'darib yubordi o'zimni deyapti-da. Qirg'iziston mana O'rta Osiyoda shunchalik katta resurslarga ega bo'lsa ham, Qirg'iziston afsuski masalan O'zbekiston